Assalomu alaykum do'stlar. JS O'zbekistonda katta yangilik. Xudo xohlasa 2026-yildan boshlab turnirlarimizga qatnashish mutlaqo tekin bo'ladi. Biz buni nima sababdan tashkillayotganimizni, sportchilarimizga qanaqa yaxshi bir yo'nalishlar yaratayotganimizni yaqqol isbotlamoqchimiz. 2025-yilda 5 nafar sportchimizni professional MMA turnirlariga qo'ydik. JS O'zbekiston ko'rgan bo'lsalaring, yangi brendga asos solyapti. Ya'ni JS O'zbekiston suvlari, mineralli suvlari. U nimamizga foyda? Sportsmenlarimizga mineral ozuqa, takomillashgan vitaminlarga to'yingan suvni ishlab chiqarish arafasidamiz. Musobaqalarimizni xarajatlarini nimadan qoplamoqchimiz? Shu yangi brendimizni sotuvidan kelib chiqqan foydamizni olib, yo'naltirmoqchimiz. Va JS O'zbekiston sportchilari uchun katta imkoniyatlar yaratmoqchimiz. Sizlarning qo'llovlaringiz bilan biz shu darajaga yetib keldik. Katta rahmat sizlarga. JS O'zbekiston sizlar bilan. Sizlar ishonchlaringiz bilan biz chetdamiz. Xudo xohlasa to'xtab qolmaymiz. Rahmat sizlarga.